بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم azizlar. Bugungi suhbatimiz qurbonlik haqida bo'ladi. Alloh taolo o'z rahmatini yog'dirib turgan ushbu Zulhijja oyining avvalgi 10 kunligi boshqa kunlardan ko'ra juda ham katta fazilatlarga egadir. Ayniqsa 10-kuni qilinadigan qurbonlik mazkur fazilatlarning a'losidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlaridek, odamzod so'yish kuni qon chiqarishdan ko'ra Allohga sevimliroq ish qilgan emas. Albatta u hayvonlar qiyomat kuni shoxlari, junlari va tuyoqlari bilan kelarlar. Albatta qon yerga tushishdan oldin Allohning huzuridagi makonga yetar. Uni chin ko'ngilla chiqaringiz dedilar. Oysha roziyallohu anhodan Imom Termiziy rivoyati. Shuningdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisi shariflarida qurbonlik qilinglar, chunki u otangiz Ibrohimning sunnatidir deganlar. Qurbonlikning fazilatlari ko'p. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu borada qurbonlik qilish chiroyli amallardandir. U bandani dunyoda balolardan va oxiratda ofatlardan himoya qiladi. Hayit namozini o'qib qurbonlik so'ygan mu'minlar mening ummatimdandir deganlar.